Hozir mana yana bitta bemorimiz murojaat qilib kelganlar. Bugun mana shu grafiyada lokalizatsiyasini va qaysi strukturalarga o'sgan, o'smaganligini, jarayonini, naskолько резектабельный o'sma indeks Roma deb atashadi. Strukturalarga o'sib kirmagan bu o'sma. Единственный mana bu yerda ozginagina tomirlarga yaqinroq joyi bor, но я думаю, что мы отойдем. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu proyeksiyasini kattaroq qilib ko'rsating. Qorinning ichidagi mana bu hammasi o'sma, ko'ryapsizmi kattaligini o'smani? Buni chiqib kelishi haqiqatan ham chap tuxumdondan bo'lgan. Bularga biz operatsiyani taklif qildik. Bularga o'sha первичный цитопродуктив operatsiya, birlamchi цитопродуктив operatsiyani taklif qildik. Mana shu narsani olib tashladik hozir bulardan 6 yo 7 kilogramlik o'sma. Hozir ko'rib turganingizdek, mana shu tuxumdondan chiqqan o'sma. Yaxshi his qilyapman. Operatsiyadan keyin og'riqlari yo'q. Xudoga, Allohimga shukr, Xudoga shukr. Ancha yaxshiman. Menim kichkina deb yurgandim, ichimda juda ham katta ekan narsa, shuni ko'tarib yurgan ekanman. Sizga rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Citroduktivniy operatsiyalarda yana 3-etapidan bittasi. Hurmatli do'stlar, mana bizaga 58 yoshli bemorimiz juda ham buni ham olib tashlandi. O'sha mana biza yana olib tashlangan matka va pridatki. O'shani davomi operatsiya qildik.